Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Umid.uz kanali. Men bugungi videoda qishloq va o'z uyimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Men Minecraftda shader o'tkazib o'ynaganim uchun hammasi realistik bo'lib ko'rinadi. Bu yerda meni bog'im va qurgan portallarim bor. Va suv ostida yana bir dengiz yuragi nomli portal ham bor. Bu portal sizga tunda ko'rish, tezlik va suvda nafas olish sehri va yana boshqa effektlarni beradi. Shuning uchun suvda bemalol jonli bo'lsangiz ham nafas olib yurishingiz mumkin va suv ostidagi rudalarni tezroq kavlab olasiz. Men kattakon qishloq atrofi suv bilan o'ralgan joyda yashayman. Bu mening qishlog'im. Buni sizga yaqindan ko'rsataman. Qishloq aholisi kam, ammo qishloq uylari ko'p bo'lganligi uchun bu yerda ko'proq hayvonlar yurishadi. Asosan qo'y va mol hayvonlar bu yerda yurishadi. Ko'rishingiz mumkin, uylar juda ko'p. Atrofi suv bilan o'ralgan. Kattakon joy. Men Minecraftning Bedrock versiyasida ijod qilaman. Mani kompyuterim yo'qligi sababli Java versiyasida ijod qilolmayman. Ammo xudo xolasa 3-4 yildan keyin bo'ladi. Aytgancha mening Telegram va Twitter kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang. Telegramda men Minecraft modlarini tashlab boraman va Twitterda erkin ijod qilaman. Ko'proq Minecraft ham emas, haqiqiy o'zim hayotimda ijod qilib videolar chiqaraman. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Bu meni uyim ichkarisida. Divan, verstak, sandiq, pechka va ichida buyumlarim bor. Men shu uyda yashayman. Bu yerda yashashni ham yaxshi ko'raman. Bu katta qishloqda men va faqat qishloqlar yashashadi.